Assalomu alaykum. Siz huquqiy tahlil haftaligi dasturidasiz. Bu dastur har hafta sizlardan kelib tushayotgan huquqiy savollarni hammasini jamlab, ularning ichidagi eng dolzarb, eng ko'p chalkashliklar tug'dirayotgan masalalarni tanlab olish uchun tashkil etilgan. Bu yerda mish-mishlar, taxminlar yoki kimdir aytgan gaplar emas, faqat amaldagi qonunchilik, rasmiy normalar va huquqiy asoslar tahlil qilinadi. Maqsadimiz murakkab huquqiy masalalarni oddiy tilda, hayotiy misollar orqali tushuntirish, sizni keraksiz jarimalar, noto'g'ri qarorlar va huquqiy xatolardan asrashdir. Bugungi sonda ham haftaning eng ko'p berilgan savollarni olib, ularni qonuniy doirada aniq va lo'nda qilib tahlil qilib beramiz. Agarda sizda ham savollar bo'lsa, uni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi sonlarda savollaringiz o'qib eshittirilishi mumkin. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Birinchi savol. Aka, men alimentlarni o'z vaqtida to'lab kelaman, lekin ayolim meni otalik huquqidan mahrum qilmoqchi. Bu qonunan to'g'rimi? Oylik kodeksining 79-moddasiga ko'ra quyidagi hollardagina otalik huquqidan mahrum qilish mumkin. Ota-ona majburiyatlarini bajarishdan bosh tortsa, shu jumladan aliment to'lashdan bo'yin tovlasa, uzrsiz sabablarga ko'ra o'z bolasini tug'ruqxona yoki boshqa davolash muassasalaridan tarbiya, aholi va ijtimoiy himoya muassasalari va shunga o'xshash boshqa muassasalardan olishdan bosh tortsa, ota-onalik huquqini suiiste'mol qilsa, bolalikka nisbatan shafqatsiz muomalada bo'lsa, mutassil ichkilikbozlik yoki giyohvandlikka mubtalo bo'lgan bo'lsa, o'z bolalarining hayoti yoki sog'lig'iga yoxud eri, xotinining hayoti yoki sog'lig'iga qarshi qasddan jinoyat sodir qilgan bo'lsa, albatta bularning barchasi sud tartibida amalga oshiriladi va otalik huquqidan mahrum qilinadi. Agarda sizda bunday holatlar mavjud bo'lmasa, sizni otalik huquqidan mahrum qilinishi mumkin emas va bu qonunan to'g'ri kelmaydi. Faqatgina yuqoridagi holatlardagina sizni otalik huquqidan mahrum qilinishi mumkin. Ikkinchi savol. Assalomu alaykum. Yaxshi ko'rgan qizim 17 yoshda va 11-sinfda o'qiydi. Pasport ham olgan. ZAGSdan o'tsak bo'ladimi? Oila kodeksining 15-moddasiga ko'ra nikoh yoshi er va ayol kishi uchun, ya'ni erkaklar va ayollar uchun 18 yosh etib belgilangan. Faqatgina uzrli sabablar bo'lganda, alohida hollarda, ya'ni homiladorlik, bola tug'ilishi, voyaga yetmagan shaxsning to'la muomala layoqati deb e'lon qilinishi, nikohga kirishni xohlovchilarning iltimosiga ko'ragina nikoh davlat ro'yxatini o'tkaziladigan joydagi tuman, shahar hokimi nikoh yoshini ko'pi bilan 1 yilga kamaytirishi mumkin. Qolgan holatlarda bu mumkin emas. Ya'ni pasportga ega ekanligi yoki 17 yoshga to'lganligi ZAGSdan o'tish uchun asos bo'la olmaydi. Uchinchi savol. Ayol shar'iy nikohda bo'lgan va uning bir nafar farzandi bor. Nizo bo'lib uyga kiritmayapti. Sababi boshqasini topib olgan ekan, lekin farzandga otalik huquqi belgilangan. Shunda ayol uy talab qilsa, sud uni qanoatlantiradimi? Kengroq tushuntirib bera olasizmi? Oila kodeksining 18-moddasiga ko'ra nikoh fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlarida ro'yxatga olingan paytdan boshlab nikohni tuzganlar er-xotin deb hisoblanadilar va ayni shu paytdan e'tiboran ularga nisbatan er-xotin ikkalasi uchun huquq va majburiyatlar vujudga keladi. Lekin qolgan holatlarda huquq va majburiyatlar vujudga kelmaydi. Shunday ekan, taraflar o'rtasida qachonki qonuniy nikoh bo'lsa, taraflar o'rtasida huquq va majburiyatlar vujudga keladi. Ayni sizning holatingizda uy-joy bilan ta'minlash majburiyati mavjud emas. Agar nikoh qonuniy bo'lganda, uy-joy bilan ta'minlashni so'rab, ya'ni uy-joyga majburiy kiritishni so'rab sudga murojaat qilinishi yoki uy-joyga kiritish imkoni bo'lmasa esa, boshqa uyni ijaraga olgan holatda, buni ham turmush o'rtog'i ijara pulini to'lagan holatda kvartiraga kiritish va bunda kelishuv bitimini tasdiqlash mumkin bo'lar edi. Aks holda bu mumkin emas. 4-savol. Murojaatim ijtimoiy tarmoqlarda haqorat haqida. Ya'ni menga nisbatan bir postda bir shaxs davomiy haqorat so'zlayapti va ogohlantirishimga qaramasdan takroran sodir etyapti. Qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Javobgarlik tortish uchun barcha yozishmalar, skrinshotlar va boshqa dalillar mavjud. Shu borada maslahat va yo'l yo'riq ko'rsatsangiz minnatdor bo'lardim. Bu yerda avvalambor ijtimoiy tarmoqlar orqali haqorat qilishga diqqat qaratishimiz zarur. Agarda shaxs ijtimoiy tarmoqlar orqali haqorat qilsa, ya'ni nashr qilish yoki boshqa usulda ko'paytirilgan tarzda, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internet jahon axborot tarmog'ida joylashtirish orqali haqorat qiladigan bo'lsa, bu to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy javobgarlik emas, jinoiy javobgarlikka tortiladi va bu Jinoyat kodeksining 140-moddasiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravardan 400 baravarigacha miqdorda jarima
yoki 240 soatdan 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 1 yildan 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Qayerga murojaat qilish kerak? Jinoyat protsessual kodeksining 381-moddasi prim 2-moddasiga ko'ra mazkur jinoyat ishi ichki ishlar organlarining tergoviga tegishli bo'lganligi uchun ichki ishlar organiga murojaat qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bugungi kunda bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari 412 ming so'mni tashkil etadi. 5-savol. Aliment to'lamayotganlarga qanday jazo bor? O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47 prim 4-moddasiga ko'ra, moddiy yordamga muhtoj bo'lgan voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxsni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash, ya'ni ularni moddiy jihatdan ta'minlash uchun sudning hal qiluvchi qaroriga yoki sud buyrug'iga binoan undirilishi lozim bo'lgan mablag'larni jami bo'lib 2 oydan ortiq muddat mobaynida to'lamaslik 15 sutka ma'muriy javobgarlik, ya'ni ma'muriy qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin. Shuningdek, bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravarigacha miqdorda jarima solinishiga sabab bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 122-moddasiga ko'ra, yuqoridagi harakatlar, ya'ni alimentni jami bo'lib 2 oydan ortiq muddat ichida to'lamaslik 1 yil davomida takroran sodir etilgan bo'lsa 2 yilgacha axloq tuzatishlar bilan yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Shuning uchun aliment to'lovchilardan alimentlarni o'z vaqtida to'lab borishlarini so'rab qolgan bo'lar edik. Farzand sizniki, begonaniki emas. Bugungi tahlil shu yerda o'z yakuniga yetdi. Bugun bilib olganingiz ertaga sizni ortiqcha muammo, asab va jarimalardan saqlab qolishi mumkin. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Eng muhimi, keyingi huquqiy tahlil haftaligi sonlarida tahlil qilinadi. Siz bilan Asqar Abdullayev bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmang.